Assalomu alaykum, aziz dehqonlar. Bugungi kunda issiq xonalar va ochiq maydonlarda eng ko'p uchraydigan ikki xavfli zararkunanda trips va oqqanot hosildorlikka juda katta zarar yetkazmoqda. Bugun ularning belgilari, tarqalish sabablari va eng samarali kurash usullarini birga ko'rib chiqamiz. Trips o'simliklarning yashirin dushmani. Trips ko'z bilan ko'rish qiyin bo'lgan, ammo juda xavfli zararkunanda. U o'simlik sharbatini so'rib, barg to'qimasini shikastlaydi. Natijada barglarda kumush rangli chizg'ilar yoki mayda oqish nuqtalar paydo bo'ladi. Ayniqsa pomidor, bodring, qalampir, piyoz, qulupnay va gullarda tez ko'payadi. Belgilari: bargning sarg'ayishi va qotib qolishi, o'sishning sekinlashishi, gullarning to'kilishi, hosilning 20-40% kamayishi. 2. Oqqanot, issiqxona ichidagi oqqanot. Oqqanot barg ostida yashaydigan, tez ko'payadigan zararkunanda. Lichinkalari o'simlik sharbatini so'rib, bargda yopishqoq modda qoldiradi. Ushbu yopishqoq qatlam ustida esa qora zamburug', silla paydo bo'ladi. Bu esa fotosintezni keskin pasaytiradi. Belgilari: barg ustida yopishqoq shira, qora dog'lar, silla zamburug'i, hosilning umumiy susayishi, o'simlikning charchab qolgandek ko'rinishi. Eng kuchli kimyoviy kurash mutaxassislar tavsiyasi. Trips va oqqanotni nazorat qilishda eng samarali yo'l to'g'ri tanlangan insektitsidlar rotatsiyasi. Tripsga qarshi eng kuchli ta'sir etuvchi tarkibli vositalarni qo'llashni tavsiya etamiz va tarkibida quyidagi keltirilgan moddalar bor preparatlarni hududingizga yaqin do'konlardan olib foydalaning. Spinosat tarkibli, abamektin, vertimek, emamektin benzoat, spinetoram, lambda sixalotrin. Oqqanotga qarshi imidakloprid, tiametaksam, buprofezin, piriproksifen, acetamiprid. Eslab qoling, bir xil preparatni ketma-ket qo'llamang. 10-14 kun ichida preparatni almashtirib boring. Aks holda zararkunandada immunitet paydo bo'ladi. Biologik va mexanik kurash. Kimyoviy vositalardan tashqari, biologik va mexanik choralar ham juda muhim. Sariq yopishqoq tuzoqlar oqqanot va tripsni jalb qilib tutib qoladi. Niyam moya yengil bosqichlarda samarali. Issiqxonani shamollatish, yuqori namlik va yopiq muhit oqqanot ko'payishiga sabab bo'ladi. Sovunli eritma, barg ostini yuvishda foydali. Oldini olish eng kuchli himoya. Trips va oqqanotning oldini olish ularga qarshi kurashning eng samarali yo'li. Har hafta o'simliklarni vizual tekshirish, begona o'tlarni tozalash, ko'chatlarni issiqxonaga kiritishdan oldin dezinfeksiya qilish, eski plyonkani mavsumda bir marta almashtirish, o'g'it balansini oshirib yubormaslik. Ortiqcha azot oqqanotni ko'paytiradi. Trips va oqqanot kichkina, ammo juda xavfli zararkunandalar. Ammo ularga qarshi to'g'ri tanlangan preparatlar, biologik chora-tadbirlar va profilaktika bilan siz issiqxonangiz va maydonlaringizni to'liq himoya qila olasiz. Bu Agromaslahat Global. Sizga har kuni amaliy, ilmiy va ishonchli agro tavsiyalarni yetkazishda davom etamiz.